Aka bilasiz, men xalqqa manfaatli bo'lish uchun har doim hammadan arzonni chiqarishga harakat qilaman. Hamma joyga 500 ming dollar bergan mana shu otxonangiz reklammasini menga rozisiz, klientlarimga 430 ming dollarga o'tkazishimizga. Roziman, manfaatli bo'lsa bo'ldi hammaga. Bo'ldi, men bitta mana shu ichlarini obzor qilib chiqaman. Xudo xolasa yaxshi klient topamiz. Glavniy darvozadan kirib kelganingizda ko'rib turganingizda bu yoq tarafda ofis qilib olasizlar. Polni panorama oynalari, ot boqqaningizda mana bu poliyadagi otlarni maza qilib tomosha qilib o'tirishingizga ichkarida yana ikkita xonasi bor. Bu yoq tarafda mehmonlaringiz uchun ko'rib turganingizda yana ikkita xonasi bor, o'zini sanuzelariga ega. Endi hovlini bitta ko'rsatamiz. Buni YouTube uchun video olamiz, to'liq video olib beramiz. Xudo xolasa bitta like bosib, yaqinlaringizga tarqatib qo'yasizlar. Endi ofislarni tashqarisidan ko'radigan bo'lsangiz, bu chiroyli holatda hovlidan qaraganingizda bag'ri dilingiz yashnaydi. Bu yoqda kunduzi otlar maza qilib, dam olib, nima deydi, sayr qilish uchun chiroyli holatda keng qilib o'rab qo'yishgan. Ana ko'rib turgandek otlar ham o'zi yuribdi-yu. Otning ishqibozlari bo'lsa kommentariyada bitta yozib qo'yinglar. Aynan sizlar bo'lgan narsa-da bu. Ko'ryapsizmi, buni rasxodini aytadigan bo'lsak, juda ham katta rasxod qilingan. Yangilarni hozir sizga ma'lumot berib qo'yaman-da. Toshkent tumani Tutzor mahallasi Toshmi postidan 6 kilometr atrofida chiqadi. Joyiga keladigan bo'lsangiz, joyida misol uchun 7 ming 8 mingdan bo'lishi mumkin yerlar, lekin buni ichidagi qilingan rasxodni aytadigan bo'lsangiz, juda katta rasxod qilingan-da. Yer hisobida xo'sha pulga ketyapti. Ot boqasiz, xolasangiz, mol boqasiz, xolasangiz, xolagan hayvoningizni xullas foydalanishingiz mumkin. Endi past tarafidan operatorimiz ofis tarafni bitta ko'rsatib, tepa tarafni. Endi pastdan hovlidan ko'rinishini ko'rsangiz, endi boya etek tarafini ko'rdingiz-ku. Endi past tarafdan ofislarni ko'rinishini ko'rsangiz, bu yoqdan chiroyli. Juda katta rasxod qilingan, sizga jackpot bo'lyapti. Ishoning, hamma yoqda 500 ming reklama bo'lyapti. Men o'zimni obunachilarim, o'zimni kuzatuvchilarim uchun har doim eng arzon narxda chiqarishga harakat qilaman va shu narxda gaplashdim. Shuning uchun sizlarga ko'rsataman. Ma'lumot sifatida aytib o'tadigan bo'lsam, bu joyimizni bilasizmi? Bu yoq tepa tarafini ko'rsatdim-ku. Tepa tarafi bitta ko'cha, o'sha taraf, ofis taraf bitta ko'cha. Bu yoq taraf bitta ko'cha, etek taraf yana bitta ko'cha. 50 sotuvdan tashqari bu plus zahvati bor, 20 sotuv zahvati bor, 70 sotuv общий bor. Zahvatga qurilish qilinmagan. Shuni hisobga ham olib qo'yasizlar. Mana shunaqa otxonalar tushgan, qator mana bunaqa eshiklarni yopib, otlarni qamab qo'yish uchun. Xohlasangiz bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rttadan har bitta xonaga qamaydigan bo'lsangiz, otni boqadigan bo'lsangiz, endi demoqchiman. Shunaqadan bu yoq tarafda 8 ta xona bor, bu yoq tarafda 8 ta xona bor. 16 ta xona bo'lyaptimi? Общий ikkitadan bo'lganda ham 32 ta ot bemalol spokойно boqasiz. Undan tashqari bu yoq hovli tarafi bor, ko'ryapsizlar. Etek tarafida din hovli taraf bor. Bu yoqda xohlasangiz tovuqxona, parrandalar qilishingiz mumkin, qo'yxona, bu yoqda yana qo'shimcha buqa boquvchilar. Ana buqalar boqib semirtirib, maza qilib, o'zingiz bilganingizdek, endi sizga aql o'rgatish boshqa narsa kerak emas-ku. Men prosta joyimiz zo'rlik uchun, narxiga flash zo'rlik uchun sizlarga mana shuni YouTube kanalida olib chiqdim. Instagram kanalida ham shuni qo'yib qo'ydim. Xudo xolasa, mana shu yerda sizlarni murojaat qilishinglar uchun, ma'lumot kerak bo'lsa, barcha ma'lumotlarni olishinglar uchun pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol agar rasm-pasmlari kerak bo'ladigan bo'lsa, lokatsiyalari, joyi ko'radigan bo'lsangiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar. Bundan zo'rlari, xudo xolasa, boshqalardan ko'ra arzonlarni chiqarishda davom etaman. Sog' bo'linglar.